hozirgi kunda har bir sohada litiy akkumulyatorlarsiz hayot tasavvur bo'lmaydi. Xohlasangiz drill deysizmi, xohlasangiz power bank deysizmi, mana har xil. Xohlasangiz telefon deysizmi, telefonlarda ham mana har xil. Hammasi litiy akkumulyatorlar hisoblanadi. Qulog'ingizga chalingan telefoningizni zaryadlash jarayonida telefoningizni zaryadga qo'ymoqchisiz. 15% dan pastga tushirmasligini tavsiya qilishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p bu munosabat uchrayapti. Yoki bo'lmasa 80% dan yuqoriga chiqarmaslik haqida, o'tkazmaslik haqida ko'p eshitgansiz. Aslida jarayon qanday? Nima uchun shunday unaqa berishadi? Men bu chiqishimda litiy akkumulyatorlar haqida ko'p batafsilroq bir ma'lumot bermoqchiman. Albatta videoni oxirigacha ko'ring, chunki sizga bir umrga qoladigan bir manfaatli ma'lumot bo'ladi sizga. Avvalo litiy akkumulyator nima? Litiy o'zi nima? Mana hozir ko'chada elektromobillar litiy deb yuradi. Aksariyat hozirgi kunda litiy akkumulyatorlar. Ya'ni mana li degan mashinamiz bor, Xitoydan chiqyapti. O'zi litiy nima? Litiy keladigan bo'lsak, bu tabiatda uchraydigan, tabiiy holatda uchramaydi. Boshqa bir birikmalarda uchraydigan bu metal hisoblanadi. Ya'ni litiy metal hisoblanadi. Bu eng yengil metal hisoblanadi. Bu masalan hozirgi kunda litiyni Lotin Amerikasi tomonda yoki bo'lmasa Avstraliyada hozirgi kunda topildi. Endi hozirgi kunda emas, topildi. Bu Afg'oniston, qo'shnimiz Afg'onistonda ko'p. Sababi u yerda zaxira katta. Mana Xitoy nima uchun Afg'onistonga qiziqish bildiryapti? Sababi bu sho'r suv, ya'ni dengizlar tubida va tog'lik jismlar orasida boshqa birikmalar bilan birlashgan holatda topilgan. Aynan Afg'onistonda o'sha litiy anaqasi temiri, litiy elementi juda ham ko'p. Litiy o'zi nima? Litiy juda ham yengil metal, lekin juda ham yengil. Qaysi ma'noda? Suvga solsangiz suvdan 2 barobar yengilroq. Suvga solsangiz suvni tutaradi. Shunday metal bu. Yumshoq pichoq bilan kesish mumkin, sariyog'da kesish mumkin. Bu litiy material. Bu nima uchun bu dunyoning o'ziga zabt etdi? Ya'ni nima uchun litiy material elementi nima uchun dunyoni zabt etyapti? Chunki bu yengil. Ya'ni suvga yengil va keyin zichligi juda ham yuqori. Ya'ni umuman boshqa metallarga nisbatan zichlik shunchalik yuqoriki, o'zida elektronlarni o'zida ko'proq saqlay oladi. 10 barobar oddiy metalga nisbatan 10 barobar, 20 barobar unaqani elektronni o'zida kuchli saqlay oladi. Kuchli saqlay olish uchun ham litiy kuchli. Hamma agar siz boshqa materialdan foydalanganimizda, deylik biz agar boshqa materialdan foydalanganimizda telefonlarimiz og'ir bo'lib ketishi kerak edi. Og'ir bo'lardi. Har bir orqasida. Bu shuning uchun ham telefonlarga boshqacha o'lmaydigan narsa. Men to'g'ri kelgan paytda litiyni o'rnini bosuvchi xavfsiz yo'llarni o'ylab topishyapti. Deylik, natriydan olinishyapti, topishyapti, lekin baribir aynan telefonlarimiz uchun, boshqalarimiz uchun bu baribir litiy yetmaydi. Men olim emasman, ya'ni bu soha bo'yicha olim emasman, lekin oddiy bir ustaman, ya'ni texnikaga, fizikaga qiziqarga ustaman. Litiy akkumulyatorlar haqida batafsilroq tushuntirmoqchiman-da. Endi xato bo'lsa, ya'ni olimlarimiz ko'rib xato bo'lsa, kommentarga pastga to'g'rilab ketarsiz, savol berasiz. Aslida litiy shunday narsaki, masalan, litiy atomini olayotgan bo'lsangiz, 3 ta proton, 3 ta elektron bor, mavjud. Masalan, siz eshitgansiz, qulog'ingizga chalingan litiy ionoviy avtomobil, ya'ni litiy ionoviy degan eshitgansiz. Ion nima? Demak, litiy atomida 3 ta proton, 3 ta elektron, 4 ta neutron bor. Demak, ion nima? Ion deylik atomda 3 ta deylik elektron bo'ladigan bo'lsa, 2 tasi yaqin qobiqda, yana bitta tashqari qobiqda, atom atrofida joylashgan elektronlar bilasiz. Agar bu mavzu qiziq bo'lsa, men elektronlar nima ekanligi, atom nima ekanligi, yadrosi, neytral, patron haqida ham bir ma'lumotlar beraman. Endi shu atomda litiy atomini atrofida joylashgan elektronning chekkadagi qismida bitta elektron chiqib ketishi, boshqa elementga qo'shilishi, boshqa tomonga chiqib ketishi va bu yerda neytrallar anaqa bo'lishi, aslida neytral turibdi, ya'ni neytral turibdi 3 taga 3 ta, ya'ni qachon bu atomlar neytral turadi, ya'ni hech qanday kuchga ega emas, teng bo'lsa, ya'ni 3 taga 3 ta yoki 2 taga 2 ta bo'lsagina u neytral hisoblanadi. Lekin bizga agar litiy akkumulyatordan, litiy atomidan bitta elektron chiqib ketgan paytda bu yerda litiy bu ionlashadi. Bu ion deyiladi. Berganligi uchun, ya'ni tashqi muhitga, boshqa elementga o'zini bitta atomini berganligi uchun bu litiy endi ion deb hisoblanadi. Ion deb aytiladi.
Endi jarayon qanday bo'ladi? Nima uchun 15%, 20% deymiz biz? Nima uchun akkumulyatorga qo'ygan paytimizda, zaryadga qo'ygan paytimizda nima uchun 15% deymiz? Bu yerda juda ham bir aslida bu fizika ximiya hisoblanadi, ya'ni ichida ximik jarayon bor. Bu yerda ozroq tushuntiraman, ya'ni oddiroq avtobus, katta bir 50 kishilik avtobus. Avtobusga odam chiqib boryapti. Chiqib bordi deylik. 80% yetib bor, chiqib boryapsiz. Bo'sh avtobusga chiqib boryapsiz. Bo'sh avtobusga yaxshiroq chiqasiz. To'g'rimi? Endi 80% ga borgan paytda-chi, 80% ga borgan paytda o'sha avtobus to'lib qolgan. Unga endi chiqishingiz qiyin bo'ladi, joylashishingiz kerak. Bu yerda jarayon o'zgaradi. Kuchlanish bo'ladi va u yerda qizish paydo bo'ladi. Aynan litiy akkumulyatorning dushmani bu qizish. Bu yerda qizish paydo bo'ladi-da, bu yerda ximik jarayon o'zgaradi. Bu to'g'ridan to'g'ri sizda o'sha yo'nqis deymiz tushib ketishiga, ichidagi ximik jarayonlar buzilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham biz doim aytamizki, 80% dan mutaxassis aytadiki, 80% dan yuqoriga chiqmaslik kerak deydi, qo'yilmaslik kerak deydi. Endi tushib ketsa-chi, ya'ni siz telefonni ishlatyapsiz, telefon ko'tarib yursiz, doim tushib ketish, nolga tushib ketishi. Men yana misol keltiraman, yani tushuntirishga harakat qilaman. Odamda och holati bor, ya'ni qorni och holati bor. Och qolib ketdingiz siz. Bir kun ovqat yemadingiz, nima bo'ladi? Bu inson uchun zarar, to'g'rimi? Och qolib ketishingiz, ya'ni oddiy fiziologik zarar. Oshqozonimizga ziyon bo'ladi. Kelsa, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, oshqozonimizga yazva paydo bo'ladi. To'g'ridan putgani bu ziyon. Ya'ni inson och qolishi. Endi to'q qolishchi, to'yib ketishi. Mana bizda iftorlikka borib bo'kib qolish, nima? Bu ham ziyon. Organizm qabul qila olmaydi uni. Va kuchlanish kerakda, qayerdadir chiqib ketish kerak. Qayerdadir kasallik berish kerak bizga. To'yib ketish ham. Ya'ni asadga berish kerak bizga. Xuddi shunday litiy akkumulyatorlar ham xuddi shunday. Nima uchun 20 dan 80 belgilanishi kerak? Issiq qanchalik ziyon? Issiq qanchalik ziyon bo'lsa, siz ko'rgansiz, akkumulyatorlar ishib ketganmi? O'sha kimyoviy reaksiya buzilganligi hisobiga akkumulyator ishib ketadi. Bu litiy shunday narsaki, masalan, o'zi litiy shunday narsaki, bu oddiy havo bilan, ya'ni kislorod bilan ham reaksiyaga kirishadi. Oddiy havo bilan reaksiyaga kirisha oladi. Shuning uchun ham bu doim saqlanish kerak. Bu oddiy saqlanmaydi. Bu hozir oddiy litiy akkumulyator, bu germetiklangan, bekitilgan. Suv ham, havo ham kirmaydi. Endi buni yomon tomoni suv bilan ham reaksiyaga kirishadi. Deylik, avtomobil ximik elementi buzilib, yong'in chiqa boshlayapti, to'g'rimi? Siz suv sepish. Bu yonishni ta'minlab beradi. O'chirmaydi, yonishni ta'minlab beradi. Yaxshiroq yonadi agar suv quysangiz. Shunday ekan, agar ozgina ochiq qolsa ham, demak, bu yerda reaksiyaga kirishib, bu ham juda ham katta ziyon hisoblanadi. Shuning uchun buni o'zini o'sha laboratoriyalarda buni ishlayotgan Xitoy, asosan 70-80% litiy akkumulyatorlarni dunyo bo'yicha Xitoy ishlab chiqaradi. Saqlash jarayonida bu o'zining bir moyi bor, moyining ichida vakuumlangan holatda saqlanishi kerak. O'zini bir vakuumlangan, umuman havosiz holatda saqlanadi buni. Hozir biz buni taxmin qilib tekshirish boshqa qilsiz, ishib qolsa bolalar o'ynashi bu o'ta xavfli. Bu portlaydi, yonadi. Endi jarayonga kelgan bo'lsak, demak, akkumulyatorimizni ichida jarayonni gapirib beradigan bo'lsam, bu yerda men boshida bir gapni gapirdim. Litiy atomi bitta elektronni berganligi hisobiga bu litiy ionga aylanadi. Endi qanday zaryadlaydi? Zaryadlashi, kuchlanishi qanday bo'ladi? Shular haqida ham sal batafsilroq tushuntirmoqchiman, ya'ni tushunarliroq qilmoqchiman. Demak, ikki qatlam bo'ladi. Anod va katod. Men bu haqida ham chiqish qilaman. Anod, katod, manfiy, musbat bular haqida ham chiqish qilaman agar odamlar qiziq bo'lsa. Kommentarga yozing albatta. Anoddan katodga ikkiga bo'lingan. Anoddan katodga harakat qiladi. Deylik, bitta ajralib chiqqan elektron, aynan litiy atomidan chiqqan bitta elektron ajralib chiqdi. U zaryadlash davomida zaryadga qo'ygan paytimizda elektron, ya'ni tok buni majburlaydi. Ishlashga majburlaydi, qo'zg'atishga joyidan qo'zg'atadi. Nima uchun ajralib chiqyapti? Demak, o'sha tokimiz sababchi bo'lyapti. Demak, bu endi katodga qarab intiladi. Anoddan katodga qarab intilish kerak. Shu paytda intilgan paytda bu telefonimizda elektr simlari orqali o'tib boradi.
va telefonimizni zaryadlaydi, quvvatlaydi, kerak bo'lsa ishlatadi. Elektr tizimlari. Ion esa bu yerda u to'g'ri elektrolit, ya'ni separator deymiz, o'sha grafit, kobalt deymiz, bu orqali o'tib boradi. Ya'ni bu tomon orqali o'tib boradi. Bu aylanmaydi, bu to'g'ri o'tadi. Bizda ortiqcha chiqib ketgan elektronimiz esa aylanib borganligi hisobiga biz telefonimiz zaryadlanadi, biz telefonimiz ishlaydi. Xuddi prujina, tasavvur qiling. Biz tokka tiqqan paytimizda prujinani qisib boradi. Oddiy prujina qisilib boradi. Qisilib taqaydi. Biz 100% emas, 80% olib borsak, o'ta holat taqib qo'ysam bo'lmaydi. Endi sug'urib turib ishlatgan paytimizda yana xuddi prujina o'zining joyiga qaytgandek ekan. Xuddi shunday zaryadkadan olib biz telefonni ishlatgan paytimizda yana zaryadlar orqaga qarab intiladi. Menimcha tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Agar tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, plus belgisini qoldiring. Sababi agar bu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, men buni batafsilroq boshidan tushuntiraman. To'g'ri, odamlar uchun tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Sababi elektron nima, atom nima, proton nima bilmasa, bu tushunish uchun qiyin bo'lishi mumkin. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosing, chunki u menga qo'llab-quvvatlagan hisoblanasiz. Savollar bo'lsa albatta kommentarga yozing. O'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlarda asrang.